Pochta xohlasa inkubator yasaymiz. Bizga buning uchun mana shunaqangi korpus kerak bo'ladi. Bu korpusni qanday yasashni ham videolar keyingi videolarimizda qo'yib boramiz, xudo xolasa. Bu tayyor holatda. Bizga yana kerak bo'ladi. Mana shu yerga o'sha sxemalarini yig'amiz. Bu yerda og'zida keyin qopqog'i bo'ladi. Bu yerga motorlar o'rnatamiz. Buni ichiga o'sha lampochkalari, latoglari, suv idish hamma yoqni o'rnatamiz. Bizga kerak bo'ladigan narsalar yana inkubatorda sxemasi uchun mana bunaqangi 10 amperli blok pitaniya, ikkita 5 shoxli mana shunaqangi relay kerak bo'ladi. 12 amperli termoregulyator. Buni har xil turlari bo'ladi. Kimga qanaqangisi qulay bo'lsa olinaveradi. Bu muammo emas. Biz endi shunaqasini qo'yapmiz. Sababi bu budjetli variant, arzonroq chiqadi. Inkubatorimiz arzonroq chiqishi uchun mana shunaqangi arzonrog'idan foydalanyapmiz. Bu ham ishlayveradi, o'sha qimmati ham ishlayveradi. Faqat bu yaxshi ishlash uchun, yaxshi ochib chiqish uchun kalibrovkasi to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Keyin namligini bilib turish uchun mana bunaqangi moslama. Keyin mana ключатор, motor kerak bo'ladi. Bu o'sha latogimizni aylantirib berish uchun. Keyin bu ham shu motor uchun mana shuna charx kerak bo'ladi. Bu charx uchun o'sha zanjir bo'ladi, zanjir ham kerak. Keyin buni boshqarish uchun o'sha taymer bor, o'sha taymer ham hozir bizda tugab qolibdi. Keyin yana qo'yib qo'yamiz undan ham. Mana bu isitish uchun. Keyin havoni aylantirib turish uchun kuller 12 voltli 8 ga 8 lik kuller. Yoritish uchun 12 voltli mana bunaqangi diodcha. Mana shularni hammasini xudo xolasa mana shu yerga montaj qilamiz. Mana shu yerga moslashtiramiz hammasini. Deylik, mana yerga motor qo'ysak, mana bu yerga o'sha blok pitaniya qo'ysak, yana aytiga uni, bu yerga buni qilib qo'yamiz. Xudo xolasa bizni kuzatib borsalaring, mana shu keyingi jarayonlarda ham keyingi videolarimizda qo'yib boramiz. Hozircha nima mahsulot ketishini eslangda qolishligi uchun alohida video qilib qo'ydik. Bemalol o'zlaring ham yasasalaring bo'laveradi. Keyingi videolarda yana xudo xolasa qo'yib borishga harakat qilamiz. Kimda qanaqangi fikr bo'lsa, qanaqadir bir maslahat, qanaqadir bir nimalar bo'lsa, bemalol yozib qo'ysalaring, bizga manfaatlilardan foydalanamiz, xudo xolasa. Qolganlarga ham manfaatli bo'ladi. Hammaga rahmat. Pochta xohlasa inkubator yasaymiz. Bizga buning uchun mana shunaqangi korpus kerak bo'ladi. Bu korpusni qanday yasashni ham videolar keyingi videolarimizda qo'yib boramiz, xudo xolasa.